Ha, tezor ko'pchilik obunachilarimiz yoshi kattada. Ular ko'proq YouTube'ga bo'ladi, YouTube'dan tomosha qiladi. Shular uzunroq video bo'lsa qo'yib boringlar deydi. Shuning uchun mana bugun sharoitlar har bitta inson havas qilgan to'yxonadan kelsa, endi bular bizga bir tanishtirib o'tasan, bularni usoni ona bolalar, aka beki ona bola, ichiga bo'g'ozlari ham bor, tishlari ham birinchi, ikkinchi turmush qo'yiladi. Hammasi toza qo'yiladi. Oxirlari ham bu tunigan ichi bor-ku, rulonning ichidan chiqqan temirdan oxirlari. Bu ikki tarafidan buni bilan tagi ham beton. Yo'q, bu suvni tortish uchun beton qilmaganmiz. Bu suvni tortib ketadi. Ana shu narsalarni ko'pchiligi qiladi. Men deydi qo'ylab tay shiltir bo'libdi. Shiltir bo'lmasin. To'ppa to'g'ri gapingiz. Mana bu to'rt yaxlama oxir qilganimiz yem yemish birdan bosib bir kun ishingiz chiqsa bosib ketishi sharoit bor. Qanoz qolib ketmaydi. Yem yemishini qo'yib bularni ichiga chiqdi. Aka bular birinchi katak 4 ga 4, bunisi 4 ga 5 bunisi. Unisi 4 ga 6. Uchinchi katagimiz. Ular ham o'zi bilan ekan. Suv keladi. Suvni rasvar chiqib ketish uchun mana bundan bosib yuboradi. Mana suv ketdi mana. Loyiha zo'r qilgan ekan. Bu tepasi yemish xona. Oilaga keladi, yemish bosib ham bo'ladi. Ikki etajlikda. Bularni qilib qo'yganing bu oftob tushmasligi uchun. Bular yo'q aka, bular oftobga o'zi bunga oftob tegmaydi. Issiq uchun kalonka uriladi. Kalon ko'ramiz. Mana kirganda birinchi olish saqlab qo'ysangiz sizlar uchun bu ideya bu. Mana bu ham ona bola qo'ylar, bo'g'oz qo'ylar, mana shu ikkita katagimiz. Bunisi sal kattaroq bo'lar. Bunisi aka 4 ga 6. Bunisi 4 ga 6. Ular 4 ga 5, 4 ga 4. Bular mana qurbonlikqa deb boqyapmiz. Bular qo'shqonlar bular. Mana bunisi bir ikki tomondan bemalol avtokontrol. Qo'ylab qisilmaydi.